ikki xil turdagi indik boqiladigan fermaga kelganman. Big 6 va bronza 708 degan. Suv idishlariga ham alohida e'tibor berib qo'yishibdi. Mana jonivor 20 kilodan boquvga qarab ekan, 30 kilogacha 5-6 oy davomida shunaqa ves qilib borar ekan. Farg'ona, Bog'dod tumanidan gapiramiz. Indik ferma haqiqatan bir bunaqa fermaga kelmagan edim. Mana indik jonivorni ko'rsangizchi. Naq 30 kilo kelar ekan. Ular qo'y sifatida boqilarga qarang. Oxirida doim yemlari, suvlari doim tomchinab turadi ekan. Ancha-muncha odamlar o'sha zarani biron qilib olishar ekan. Bitta tortib ko'raylik. Ko'tarib olish ham problema ekan, ona bismillah. 26 kilo. Maydasi qay darajada katta bo'lishini nisbatini ko'rsatgani bu fermaga kirdik. Hozir nari fermaga kiramiz. Tashqi holatgacha keladigan induklar. Haqiqiy katta biznes. Turkiya fermaga kelganman. Ikki xil Turkiya sotiladigan ferma ekan. Bronza va Big 6 degani. Keling-da, bitta atmosferani ko'ring. Ikki xil Turkiya boqiladigan fermaga kelganman. Bronza 708, bu ham 30 kilo, 40 kilo olib ketar ekan 5-6 oy davomida. Mana bo'lsa endi o'zimizda joylari Big 6 30 kilo, 40 kilo bo'ladigan 5-6 oyda shunaqa ves qiladigan Turkiya fermaga kelganman. Akalarim biznesda eng kattasini ushlab olishdi. Akalarga Fransiyadan tuxum kelarkan, o'zlari juda ham katta firmalari bor ekan. Nari tomonda, bu yoqda, yana boshqa joyda ham zakaz bermoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, butun respublika bo'yicha bolalar dastlabki qilib berishyapti ekan. Atmosferani bitta ko'ring. Bolalar nomerini qoldiraman, akkauntlarini qoldiraman, bemalol telefon qilib, qanaqaki ma'lumot kerak bo'lsa 24 ga 7 bolalar aloqada.